pullar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, o'tiringlar. Yo, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, opshi 350 mingga tushdi salat. Yegiz kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashka. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 mingga. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda, ha? Yegiz kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushunmang, biz qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yuring. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Voy, adasi Svetmi yo'q, ketdi. svet o'chir. Esidan chiqib ketdi. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga bunday deyapsan? Sovchilarni olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisidan olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Muncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizdan kislorodni olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshchi paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshchi paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Sanqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam emas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Dastavkasi olib keldi. Siz? Neva? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysan, otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak essiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi, qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtingmi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi, Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. Что за шум? В чем дело? Kim edi bu qari tullak? Guadalupaning onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupaning onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ot go'shtidan, indekalik, sirligi ham bor-da.
Ot go'shtini yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldimi, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Ha, beradi, bermay qayerga boradi? Yo'q, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkala deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Keldi, Shohruxxon keldi. Gilamga. Tolka. Sol. Biz to'yxonaga kelmadik-ku. Ha, to'y ertaga. Bugun ujin qilaylik sen bilan. Pulini beramiz, Shohruxxon seni yaxshi ko'radi. Shohruxxonmi? Sal shoshimanda. Shunga tegsam bo'lar ekan. Bo'ri qolaraqa. To'y ertaga kim kiydirdi bunga oq ko'ylakni loy qiladi? Kim bu? Artistmi? Shohruxxon-ku jinni. Kiyib shunab chaqirasan. Pul berdingmi bunga? Yaxshi. Voy bil. Ibi kayvon yanga. Shohruxxonmi? Oilalang bo'lib, anglar to'ylarga yetkazsin, maylimi? Sizlarda ham anglar tortdim manglar. Mana qishloqdoshlar Shohruxxon akamizdan tualetdan chiqdik. Shu yerda ham olasizlarmi? Shu yerda ham olasizlarmi? Ichkarida olish kerak. Sal kibri bor ekanmi deyman. Sharmanda qilding odamni. Shartdan videoga olasanmi? Qara ichkarida videoga oldim. Qora gamash kiygan. Ha, qora ekan. Qora. Shohruxxonni qo'liga suv qo'yapman, qaranglar. Shuning o'rnini Anvar sanab chaqirsang bo'ladi-ku. O'zing chaqirsin to'yingga, xo'p? Chaqiraman. Sen to'yingga it ham kelmaydi. Shoha? Televizordan ko'ra hayotda ancha chiroyli ekansiz. Sal shoshibman-da. To'y qol. Bo'y qilasan. Shohruxjon mana shu yerdasan. Mana bu kim yotadi? Bu yerda mehmonlar yotadi. Nima san deb hamma ko'chada yotsinmi? Yot Shohruxjon. Olayman, yot. Tak, Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'lib. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga quragini emishmisan ko'jon. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Menda karta edi. Karta bilan bor Mirjalolning emas bilan yotasan. Bo'y qol. Короче, men ketdim bo'pti. To'yingga ham. Nima bo'pti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Yo, shunday qilsa bo'ladimi? U tarifning ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. O zo'r kanka. Men ketdim. To'xta Shohruxxon, bitta iltimosimiz bor. Shu kichkina bizneschamiz bor, kolbasa ishlab chiqaramiz. Shuni reklama qilib ber. Shu bilan qutulamanmi? Keyin ketasan. Ol, Abdulla akamning kolbasalari zo'r. O'rtoqlar, Abdulla akamning kolbasalari juda zo'r. Tatib ko'ring. Молодец, молодец. To'xta. Allo. O'lgan mol 3 kun bo'pti, kolbasa qo'shsak bo'ladi? Hey, nima deyapsiz? Videoni o'chiring, nimalar qo'shib tashlagansiz buning ichiga? Nima o'chiraman? Baribir sen meni kolbasamni yemaysan-ku. Sen baribir shaharda sifatli kolbasa yeysan. Yeysanmi menikini? Ha, kolbasa. Aman aka, Oshna, shu nonni qanchaga olding? 5 mingdan 10 mingga. 5 mingdan donasi. Qara, bir qup un olyapti, suv solyapti, tuz solyapti, 5 mingdan sotyapti. Birga bir qolyapti lekin. Tirikchilikda endi. Normal foyda qilyapti lekin. Yuri, Shu mo'ykachilar qancha oladi? 200 ming oladi. Qara. Shu suv sepyapti, shampun qilyapti, artyapti, 200 ming olyapti. 10 ming rasxod qilib 190 ming topyapti. O'ziga yarasha mehnati bor bunda. Oson topyapti jo'ra. Nima deganing? Suv bunday qilyapti-da, bunday qilyapti, 200 ming olyapti. Majura mazza qilamiz. Nima olib chiqding? Chempion sendich. Buni Samarqandda chiqayotganmi? Navoiyda ham, Buxoroda ham, Qarshida ham bor. Lekin yomon so'qqa qilyapti shular bor. Shular kolbasani olyapti, keshyapti, nonni o'rasiga tiqib sotyapti. Молодец. Nima deyapsan? Tep ko'rgin, buni mazasini bilasan. Bismillahirrohmanirrohim. Yigit tamchasi zo'r ekan. Zo'rda chempion sendich. Молодец, qanday yursan? Oshna qancha oylik olasan? 6 million. Nima qilasan pulda? Ayamga beraman. Ayang yomon soqqani qilyapti. San to'yapti, voyaga yetkazyapti, lekin soqqa uryapti. Apaynikini oladimi? Jonga tegdingga hamma narsani hisob-kitob qil. Yiqoldi. Hayot hisob-kitoblik, hayot hisob-kitoblik. Bu turishimiz hisob-kitoblik. Yashashimiz hisob-kitoblik. Hamma narsa hisob-kitoblik.
Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo o'zingni unaqang yo'q bola. Anonim anaqa qildimda. Mayli iftorlikka hamlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina anaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni anaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anonim nima qilamiz shunda? Yo, hali uni anaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anona qidimadingiz-ku. Yo, men uni anaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib anaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anaqa qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anon tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalari ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anona qo'ylaydinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni anoningizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.